Suydik tutolmaslik zodi qanday ish? Suydik tutolmaslik nima uchun o'ttir yosh va yashangan ayollarimizda nihoyat ko'p ko'riladi? Kundalik turmushda nurg'unlagan ayollar odatda kulgan chog'da, yutagan chog'da suydik bilan kelayotgan ahvol ko'p uchrayotadi. Uning bilan ba'zi ayollar oddiy egilgan chog'da suydik bilan kelayotgan ahvolni keltirib qo'ydi. Bu ayollarga turmushda nurg'unlagan o'ng'aysizliklarni olib keladi. Nurg'unlagan onalarimiz mushu suydik tutolmaslikni doktorlarga berib ko'rinishdan yo farzandlariga deyishdan xijil bo'lib, o'zining dardini o'zi yutib mengiyotdi. Keyinchi vaqtida bu doktorxonalarga berib tekshirtmay, vaqtida davolash olib bormagan chog'ida mushu suydik tutolmaslik sababidan kelib chiqqan suydiklikdagi nurg'unlagan ig'ir kasalliklarninki paydo bo'lishiga, kasalligining kundan-kunga texinbek ig'ilishib ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Endi bu suydik tutolmaslik o'ttir yosh va yashangan onalarimizga bu suydik tutolmaslik nihoyat ko'p. 4 ayolning ichida birisida suydik tutolmaslik kasalligi kelib chiqadi. Endi bu suydik tutolmaslik zodi nima sababdan kelib chiqadi degan chog'da tuqqanlar. Bu nihoyat nurg'un sababi bor. Masalan, mushu mengidagi har xil kasalliklar. Masalan, yashanganlardagi mengijigalar sababidanmi, nervlarninki uchurlarni to'g'ri yetkazolmaslik sababidanmi suydik tutolmaslik kelib chiqib qo'ydi. Uning bilan mengidagi har xil o'sma, mengi qilganda bir to'silish, qetish qatorliq sabablardan kelib chiqadi. Uningdan bilan yuqori qon besim, diabet kasalligiga o'xshash johil xarakterlik, so'zilma xarakterlik mushunday kasalliklarda uzoq mezgil, uzoq yil og'rigan bo'lsa-mi, suydik tutolmaslik kelib chiqadi. Uningdan bilan ayollardagi ko'p homildor bo'lish, ko'p tug'ish, mushu sababdan mushu baliyatqo, suydik yo'lidagi dast boshqadagi a'zolarninki oson zaxmlanishidan ayollardagi suydik tutolmaslik kelib chiqarib qo'ydi. Uningdan bilan böbrek mizojining buzilishi, o'pka, tol xizmatining nacharlashishi qatorliq mushunda kasallik sababidan suydik tutolmaslik kelib chiqadi. Uningdan bilan onasida mush suydik tutolmaslik kasalligi bo'lgan bo'lsa, qiziga odatda 30% 40% gacha irsiyatni qilib qoladi. Agar onasida ham dadasida suydik tutolmaslik kasalligiga giribdor bo'lgan bo'lsa, farzandiga irsiyat qilish nisbati odatda 70% dan ortib ketadi. Demak, bu suydik tutolmaslik kasalligi jamiyatimizda bak ko'p ko'riladi. Lekin ayollarimiz ham onalarimiz mushu suydik tutolmaslikdagi mush kasallikdan xijil bo'lib, ba'zilari balkim sovuqim, ho'lligim eshib ketganlik sababidan balkim shunda odatga yutagan chig'imda yoki kulgan chig'imda suydik minib ketish u normal ish deb qarash mumkin. Lekin vaqtning o'tishiga ergashib bu kasal kundan-kunga ig'ilishib, suydik yo'lidagi nurg'unlagan yallig'lanish keltirib chiqarib qo'ydi. Yoshi sal cho'ngib qolgan ayollarimiz bo'lsa qanday qilgan chog'da oxiri yashanganlarning zakisini taqab turmush ko'chirishga majbur bo'lib qoladi. Demak, endi bu suydik tutolmaslik degan bu kasallikning sababi bayam deganga o'xshash nurg'unlagan kasalliklarninki sababidan kelib chiqadi. Shunga buni amal va buni xijil bo'lmay, onalarimiz farzandlariga vaqtida bu ishini doklad qilib, vaqtida doktorxonalarga berib, munosib tekshirishlarni qilish orqali nima sababdan kelib chiqqan suydik tutolmaslikni aniqlagandan keyin shu a'zoninki sababdan kelib chiqqan bo'lsa, shu a'zoga qarata davolash olib borsak, bu kasalni tamoman saqayt qilib bo'ladi. Lekin vaqtida davolash olib bormasanlar, o'zinglarning turmushi keyingi shu ig'ir kasalliklarninki paydo bo'lib qolishiga sababchi bo'lib qolasizlar.